Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari, genetika ixlosmandlari. Sizlar bilan genetikani noldan boshlab murakkabgacha bo'lgan turkumni boshlagan edik. Sizlar bilan demak monodraga chashtirishni davom ettiramiz va bugun oxirgi turkumlarni ko'rib ketamiz. Demak, birinchi tip bo'yicha gaplashamiz. Ko'zi qo'y ko'z bo'lib, genotipi gamozigot dominant bo'lgan odamning teri hujayrasidagi mitosiklik G1 va anafazada ko'z rangini belgilovchi A allellar soni nechta deb beryapti. Demak, avval biz G1 va anafazi to'plam qanday bo'lishini ifodalaylik. Demak, G1 davrida to'plam 2n 2s holatda bo'ladi. Anafazada esa anafaza bosqichida esa to'plam 2n 4s holatda bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Allel genlar soni nechta deb so'rayapti. Xo'p, oldin bilaylik, genlar qayerda joylashgan bo'ladi va bu masalada genlarning ifodalanishi DNK bilan bog'liq bo'ladi. Bizda N xromosomani ifodalaydi. Mana bu N xromosomani ifodalaydi. S esa DNK ni ifodalab beradi. Va bizda bu genlar albatta DNK ga birikkan bo'ladi. Demak, bizda 2S bor. Bu degani ikkita dominant gen birikadi degani. Bu joyda esa 4S ifodalanyapti. Demak, 4 ta dominant gen birikadi degani. Ya'ni genlarning birikishi xromosomaga emas, DNK ga bog'liq bo'lganligi uchun bunda har bitta S to'plamiga bitta dominant gen birikadi. Bunda mana demak 4 ta. Va bizda B javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi tipimiz sariq donli heterozigota no'xat o'simligini urug'chisi meyoz jarayonida murtay xalta rivojlanadigan hujayraga dominant gen o'tdi. Agar shu murtay xaltadagi hujayralar resessiv genga ega spermi bilan urug'lantirilsa, avlodda qanday fenotipli o'simlik olinadi degan savol tushibdi. Demak, masalani yozib olamiz. Demak, sariq rangli heterozigota no'xat. Mana heterozigota no'xat. Bu meyoz bo'linadi va meyoz bo'linganda dastlab meyoz 1 jarayonida ikkita hujayra hosil bo'ladi. Bitta katta hujayra hosil bo'ladi, bitta kichkina hujayra hosil bo'ladi. Mana bu katta hujayramiz bu megaspora hisoblanadi. Megaspora bu esa yo'naltiruvchi tana deb ataladi. Va albatta mana bu yo'naltiruvchi tanachalar nobud bo'ladi va keyingi bosqichda megaspora o'tadi. Mana shu megasporadan murtay xaltasi hosil bo'ladi. Shu murtay xalta rivojlangan hujayralarga deyapti, dominant gen o'tdi deyapti. Ya'ni bizda ikkita gen bor. Shundan dominant A gen megasporaga o'tyapti, resessiv A esa mana yo'naltiruvchi tanachaga o'tyapti. Albatta yo'naltiruvchi tanacha nobud bo'lgandan so'ng o'z-o'zidan bizda dominant A gen qoladi. Mana shu deyapti, resessiv genga ega bo'lgan spermiyalar bilan urug'lantirildi deyapti. Mana resessiv genga ega spermiyalar urug'lantirildi. Bundan demak heterozigota avlod hosil bo'ladi. Ya'ni genotipi heterozigota, rangi esa sariq. Boshqa avlod chiqmaganligi uchun demak 100% sariq avlod hosil bo'ladi. Demak, B javobga to'g'ri keladi. Keyingisi, tug'ma kar bo'lgan yigit va qiz nikohidan sog'lom farzand tug'ilish ehtimolini toping deyapti. Avval nazariy jihatdan o'ylaydigan bo'lsak, tug'ma karlik bu resessiv, ya'ni avtosoma resessiv kasallik hisoblanadi. Ya'ni mana bu avtosoma resessiv holatda kasal bo'ladi karlik bo'yicha. Dominant holatda esa sog'lom bo'ladi. Mana. Endi aytayapti, tug'ma kar bo'lgan yigit. Demak, yigit tug'ma kar ekan, resessiv holatda va qiz ham xuddi shunaqa ekan, tug'ma kar ekan. Ushbu sog'lom farzand tug'ilish ehtimolini toping. Bundan avlod oladigan bo'lsak, F1 avlodda u o'ziga o'xshagan avlod chiqadi. Yana hammasi kar. Beta sog'lom farzand tug'ilmaydi, demak 0% ga to'g'ri keladi. Keyingisi, otasi chapaqay bo'lgan, o'ng qo'lni ko'p ishlatuvchi qiz deyapti. Bizda belgilarni yozib olaylik. Resessiv holatda demak chapaqay bo'ladi. Chapaqay bo'ladi. Dominant holatda esa o'naqay bo'ladi. Belgilar xuddi shunday. Endi aytayapti, o'ng qo'lni ko'p ishlatuvchi qiz deyapti. Demak, qizning genotipi o'ng qo'lni ishlatuvchi, demak dominant holatda bo'ladi. Endi buni
Dominantligi yo gamma-zigota yoki heterozigota bo'lishi kerak. Buni otaga qaraymiz. Otasi chapaqay bo'lgan ekan. Demak, otasi chapaqay bo'lgan bo'lsa, otasidan mana bu resessiv gen o'tgan bo'ladi va bu ayol heterozigota bo'ladi. Hop, o'ziga o'xshash genotipli yigitga turmushga chiqdi. Ya'ni xuddi shunaqa heterozigota genotipli yigitga turmushga chiqdi deyapti. Hop, oilada demak F1 da 4 ta farzand tug'iladi. Mana 4 ta farzand tug'iladi. Chapaqay farzandni tug'ish ehtimolini toping deyapti. Demak, 4 tadan mana bu chapaqay. 4 tani hammasi chapaqay bo'lganda 100% bo'lardi. Bittasi qancha topsak, demak 25% ga to'g'ri keladi. Javobga. Demak, keyingisi. Bug'doy o'simligida poyaning past bo'lishi dominant ekan. Demak, dominant A holatda poyasi past bo'yli bo'ladi. Resessiv A holatda esa baland bo'yli bo'ladi. Baland bo'yli bo'ladi deyapti. Hop, heterozigota genotipli past bo'yli bug'doy chachishdi deyapti mana. Chachishganda demak F1 da 4 ta avlod hosil bo'ladi. Mana. Shunda 34 ta dominant gamma-zigota genotipli hosil bo'ldi. Ya'ni mana bundan 34 ta hosil bo'ldi deyapti. Heterozigota genotiplidan esa 58 ta hosil bo'ldi deyapti. Xo'p, bundan esa 28 ta hosil bo'ldi deyapti. Avlodni past bo'yli vakillarining amaliy hosil bo'lishi nazariy hosil bo'lishiga nisbatan nechtaga farq qiladi deyapti. Bu hosil bo'lgan raqamlar nazariy raqamlar hisoblanadi. Biz endi amaldagini hisoblaymiz. Buning uchun hamma raqamlarni bir-biriga qo'shib olamiz. Hammasini bir-biriga qo'shib olamiz. Demak, qo'shganimizda hop 28 120 ta avlod chiqyapti jami. 120 ta avlod chiqyapti. Past bo'yli vakillar deyapti. Bizda mana ikkita past bo'yli, ya'ni 34 58 ha. Shu holatda ifodalanyapti. Hop, 4 tadan demak ikkitasi 4 tadan 3 tasi ekan past bo'yli bo'lsa 120 tadan qancha topamiz? Demak 123 bo'lamiz 4. 90 ta. 90 ta. Mana shu holatda bo'ladi. Endi bu amaliy hosil bo'lishi. Amaliy. O'sha endi nazariy qancha hosil bo'lgan? Mana bu 34 ga 58 ni qo'shib olamiz. Qo'shganimizda 92 chiqadi. Bu nazariy jihatdan bo'ladi. Nazariy jihatdan bo'ladi. Bizga nima deyapti endi qanchaga farq qiladi deydigan bo'lsak, amaliy hosil bo'lishi nazariga nisbatan 2 taga kam bo'ladi. Demak, D javobga to'g'ri keladi. Demak, sizlar bilan monodragay chashtirish bo'yicha masala tiplarini ko'rib o'tdik. Keyingi darslarda esa didragay bo'yicha masala tipini ko'rib ketamiz. Demak, bu videoni ko'rib, bilim olib, o'rganib, do'stlarga ham jo'natamiz, like va podpiska bosib qo'yamiz. Xayr, salomat bo'ling.